Mana bu ko'rib turgan uylar bu hozirgi o'zini narxidan yana ham chegirma narxida xarid qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada joylashgan uyimiz bo'ladi. 8 sotuvdan iborat uyimizni ko'ryapsiz. Fasadlar juda ham katta qilib qo'yilgan. Hozir sizlarga birin-ketin uyimizni obzorini boshlaymiz. Uyimiz 8 sotuvdan iborat. Haqiqatda narxi nech pul deyapsizmi? Siz videoni oxirigacha men sizlarga narxini ham aytib ketaman. Mana bu darvozaxonasini ko'ryapsiz. Juda ham katta qilingan. Bemalol ikkita 3 ta mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu yerda basseynlar qilib ketilgan, o'zini yozgi foydalanadigan basseynlarimiz. Mana bu tomonlariga e'tibor bersanglar, bu yerda yashil hududlar qoldirib ketishgan. Ko'ryapsiz, juda ham faizli xonadonlardan biri hisoblanadi o'zini. Uyimiz ikki tomonlama uyimiz o'zini ikki tomonlama chiqadigan zonasi. Bu uyimiz birinchi korpusi bo'lsa, bu yerda ikkinchi korpusi bor. Uyimiz mana bu yerda yana bitta ikkinchi korpusi bo'ladi. Uyimizni endi ko'ryapsiz, uyimiz общий kvadraturasi 1000 kvadrat bo'ladi va hozir sizlarga birin-ketin birinchi xonalardan boshlab ketamiz. Uyimiz ikkinchi tomoni bo'ladi. Bu yerda bizda ikkita bu yerda детский spalnya qoldirib ketilgan. Bu bizda ota-onalar uchun yotoqxonasini o'zining sanuzellari bor, yana общий sanuzel qoldirib ketilgan. Birinchi qavatida bu tomoni bizda zal qismi bo'ladi va yana bitta u yerda o'zini mana bu tomoni oshxona hisoblansa, bu tomoni yana bitta ichida o'zini bitta sanuzel qismi hisoblanadi. Bu uyimiz bu yerda hech kim yashalmagan. Bu tomoni hamma tomoni shunaqa juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Remontlari juda ham boshqa chiqib turibdi. O'zingizlar kelsanglar, o'zingizlarning ko'zinglar bilan juda ham ko'rib, yana ham mazza qiladigan joyimiz bo'ladi. Hozir sizlarga endi bu yerda yana bitta yozga foydalanadigan stoloy va oshxona qilib ketilgan. Hozir sizlarga endi bu birinchi qavatiga bu yerga kiramiz. Uyimizning birinchi qavati bo'ladi. Birinchi qavatiga shuna kirsanglar, bu yerdagina kattagina hol kutib oladi. Ko'rsanglar, bu tomonimizda oshxonamiz, etilgan oshxonamiz bo'ladi. Hol qismiga e'tibor bersanglar, bu yerda dam olib o'tiradigan zonasi. Mana bu tomoniga e'tibor bering. Kattagina televizorlar qo'yib ketishgan. Bu yerda alohida yana pianinolar zonasi qilib qo'yilgan va bu tomoni bizlarni mehmonlar kutib oladigan bizning zal qismimiz bo'ladi. Kattagina qilib qo'yishgan, ko'rasiz. Patololari ham juda ham katta qilingan. Panoramli oynalarda вообще bitta chiroyli uyimizga tashrif buyurganmiz. Bu bizning oshxonamiz bo'ladi. Oshxonamizga bu yerda alohida choy ichib o'tiradigan zonasi va bu yerda o'zini televizorlari qoldirib ketilgan, konditsionerimiz bilan va bu yerda o'zini Alisa tizimlari ham qo'yib ketishgan. Uyimiz bu oshxonasini ko'ryapsiz. Oshxonalari ham juda ham boshqacha qilib qo'yilgan. Yangi mebellar qoldirib ketilgan. Sizlarga bitta narsasini aytib o'taman. Uyning narxida chistичный mebellarning narxini hisoblab ketilgan. Bu yerda sizga o'zingizlarga kerak bo'ladigan mebellarni olib qolsanglar bo'ladigan bo'lib turibdi. Bu yerda ko'rsanglar, bu yerda kattagina xolodilnik, ikkita tomonlama xolodilnik qoldirib ketilgan. Mana bu texnikalariga e'tibor bersanglar, juda ham chiroyli texnikalar qoldirib ketishgan. Ko'rasiz. Uyimizda endi sizlarga ikkinchi qavatiga sayohat qilamiz. Bu bizning ikkinchi qavatimiz bo'ladi. Ikkinchi qavatimizga shuna chiqqanimizda bizda bu yerda balkonimiz bo'ladi. Balkonimizga alohida chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Bizga kattagina hol uyimizni hovlisiga qaratilgan oynasidan bo'ladi, ko'rasiz. Va hozirga endi birin-ketin uyimizning xonalariga kirib ketamiz. Shuna kiramizda, bu xonalariga shuna kirganmiz, sekin ishini yopib qo'yib, sekin birin-ketin xonalariga kirib ketamiz. Bizda ikkinchi qavatimizda общий bu yerda sanuzel qismi bo'ladi. Ko'ryapsiz, juda ham sanuzel qismlari ham juda ham premium kачествоda chiroyli qilib ketishgan. Bu yerda bizda yana bitta ota-onalar uchun yotoqxonasi va bu bularning o'zligini bu yerda sanuzel qismi qilib ketishgan. Endi sizlarga keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Bu yerda yana bitta детский spalnyasi bo'ladi o'zini, ko'rsanglar. Va bu tomonimiz yana bitta bizda детский spalnya qilib qo'ygan. Endi bu yerda yosh kattalar, farzandlilar bo'lsa, yo'q yotqizib qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizda endi aytganimdek, uyimiz 3 qavatlama, bu imoratimiz 3 qavatlama iborat bo'ladi. Podvali birinchi qavat, ikkinchi qavat va общий u tomon bilan bu tomonni hisoblasanglar, общий bizda 7 ta xonadan iborat bo'ladi. Bu uyimizning podval qismi bo'ladi. Podval qismiga tushsanglar, bu yerda kattagina trenirovniy zalni qo'yib qo'yilgan. Bemalol bu yerda shug'ullansanglar bo'ladi. Bu yerda yana bitta xuddi shunaqa xona qoldirgan. Bu yerda endi bilyard xona qilib qo'ysanglar, o'zingizlarga juda ham yaxshi qilib ketilgan. Uyimiz ko'rdinglar, uyimizni o'zingizlarni ko'zinglar bilan ko'rsanglar, yana ham go'zallashgan uyimiz bo'ladi. Endi narxi qancha desanglar, narxi mana telefon nomerlarida qoldirgan bo'laman. Bemalol telefon qilib, o'zingizlarni ko'zinglar bilan ham ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.